Assalomu alaykum. Bizni yaqindan, uzoqdan kuzatgan dehqonlar, mirishkorlar, obunachilar. Bugun ko'pchilikka bir yaxshi ma'lumotni ulashmoqchi edim. Foydali, ancha yaxshi natija olib chiqadigan. Bu tiraxoderma bilan zardobni yaxshi natijaga erishdik, sinab ko'rdik. 2-3 oy ko'rdik buni. Kutdik o'sha natijasini. Endi tiraxoderma yangilik emas, endi bo'lmagan joydan, yaxshi hosil olinmayotgan joydan, ildiz kasalligi bor joydan, xaloroz bo'lgan joydan, o'zi hosil olmaydigan joydan hosil olishni boshladik. Mana shu ko'rib turgan yeringizdan 20 kilo hosil olyapmiz. Bunisi yoz eng issiq vaqt, 40 gradus bo'lyapti. Gullatish qiyin. Yaxshi meva olish ham qiyin. Dehqonlarga sabr tilayman, bu oyda ancha qiynaladi. Iyun, iyul, avgust. Iyun oylari chunki issiq baland bo'ladi. Xo'p, mavzu chiqarishmaylik. Tiraxodermani mikrobiotikaga foydalandik. Mana shu qulupnaylar xaloroz bo'lib ketgan hammasi. Nimaga bu xaloroz bo'lyapti deb temir berdik, boshqa berdik, mikroelement. Shunaqa oziqlantirdik, qarasak hali ham xaloroz to'xtamayapti. Sababini qidirishni boshladik. Keyin ildizni ochib ko'rganda ko'pini fuzarioz bo'lib, ildizi chirib, ildizlar qizarib ketgan. Qizil miya o'tiga o'xshab. Keyin qarasak ildiz kasalligi boshlangan, shuni davolashni boshladik. Birinchi nima qildik? Margasovka bilan miskoporos berdik. 1 tonna suvga 2 kilo miskoporos, 20 grammidi, adashmasam, margasovka bo'lishi kerak. Keyin bir hafta o'tkazib tiraxoderma berish boshladik. O'sha mikrobiotika yaxshi samara berdi, yaxshi natija oldik o'sha bilan. 2 marta foydalandik. Aprelda bir marotaba, mayda bir marotaba, hali iyunda foydalanganimiz yo'q, endi boshlaymiz. Keyin mana shundan keyin ildiz kasal to'xtashni boshladi. Tiraxodermani quruq o'zini emas, biofolvikasi bor, shu folvik kislotasi bilan gumnik kislotasi bor. Shu tiraxodermani ham oziqlantiradi, yerni sho'rini ham yediradi, tuzlarini oziqlantiradi qulupnay o'ziga. Keyin yerda qiyin o'zlashtirayotgan o'sha oziqlarni mikro, makro, mezo elementlar hammasini xelat formada keltirish yordam beradi gumni folvik kislota. O'sha bergandan keyin barglari to'qarishni boshladi, semirishni boshladi. Gullari mana bunaqa tikka gullashni boshladi mana. Avvallari bunaqa yerga osilib gullardi. Chunki mana bunisi qalin bo'lish boshladi. Ildiz ishlayapti, mana yurg'izyapti gulbandini. Keyin o'shandan keyin antisalt berdik, 1-2 marotaba, adashmasam. Rotor berdik 2 marotaba, 1 marotaba. Daftar yozib qo'ymagandim. Keyin Gromax bor, o'shani bergandim. Asosan shu organika bilan ishladik, mikrobiologiya bilan ishladik. Shu ildiz kasalliklarini himoyalashdan, profilaktikasini o'tkazib davolashda yaxshi natija berdi. Keyin qo'shimcha ravishda o'sha zardobni ham berib turdik. Zardobim zo'r natija berdi. Uni ham tarkibida bakteriya bor, adashmasam, foydali. 1 tonna suvga 100 litr hisobida berdikmi, 50 litr. Endi kimga tekin joy bo'lsa yoki kimgadir arzon joy bo'lsa, olib foydalanib tursa yaxshi. 4 kunda birmi, 5 kunda birmi, 3 kunda birmi. Biz shunaqa qilib turdik. Bo'lmasa mana yer aytganimdek avvalgi videolarda yer 1 metrlar atrofida ona tuproq ko'chirilgan, shira qavati yo'q buni. Zavrida tuproq qo'shilgan, shu bilan samara bermadi. O'zini 40 yillar bir ona tuprog'ida o'nglasa bo'ladi, o'zi keltirsa bo'ladi. Ungacha kutishimiz vaqtimiz yo'q. Mana sekin o'ziga kelish boshlagan. Mana shu tiraxoderma foydasi, organika o'g'itlar foydasi, albatta zardob foydasi. Yashnatadi barglarni. O'sha tiraxoderma oziqlantiradi, yerni qanaqa bijig'itadi, yumshatadi o'sha zardob.
Endi mana shu narsalarni qo'llab tursa albatta yaxshi hosil olsa bo'ladi bu yerdan. Mana hosillar. Bu ketma-ket shuncha hosil olinib kelayotgan holatda bu. Mana. Shuncha hosili bor. Shunaqa chiroyli gullarni chiqarish uchun rosa o'tgan yili oziqlantirganimizdan foydasi bo'lmagan oziqlantirishda. Mana endi samarasi endi bilinyapti. Mana o'sha zardob, o'sha hozir 300 litr suvga 10 litr qo'shib yuboramiz, 200 litr suvga. Endi bizlar uchun qarindoshlarda shu qo'shnilarda bor bo'lgani uchun zardob olib turibmiz. Kimniki uyida bo'lsa, qo'shnisida yoki qarindoshlar tekin bo'lsa bemalol olib, zardob foydalansa ancha samarasi ko'p buni, yaxshi foydasi ko'p. Barglarni yaxshi timqora ko'rinishgan qismi olib keladi, liz kasalliklaridan qisman himoyalaydi. Agar traktorni qo'llagan bo'lsangiz, yordamchi bo'ladi. Ko'paytiradi traktorni oziqlantirib, ko'payishga yordam beradi. Mana shu oziqlantirish bilan ketyapti ketmaylar. Mana shu yerlar hammasi liz kasalligi bilan zarar ko'rgan o'tgan yili. Fungitsid, perikur, fondazol, strekar qo'llamagan fungitsidimiz qolmagan. Endi foydasi bo'lgan deb bilganmiz, keyin qishga shu o'z hol tashlab qo'yganmiz. Keyin bahorda liz kasalliklar rivojlanib ketgan sezganmiz yana ham. Keyin oxiri mikrobiologiya o'tdi, shu bilan qutuldik. Kasallikdan, liz kasalligidan. Shuni ko'pchilik sekin-sekin o'tsa bo'ladi. Bemalol mikrobiologiya yaxshi samarasi berdi. Mana shu narsani, mana shu ma'lumotni ulashmoqchi edim ko'pchilikka. Hammaga sog'lik, salomatlik, dehqonchilikka baraka, ishiga baraka, uyga sihat, salomatlik.